Assalomu alaykum, hurmatli Shamsiddin obunachilari hamda YouTube foydalanuvchilari. Hurmatli obunachilar, bugun o'zimni xo'ramga 2 donagina qo'chqorim bor edi, yoqda yurgan. Bugun 11 dona sovliq olib keldim, xudo xolasa. Qashqadaryo Chiroqchi mol bozoridan bugun 18-iyun, hafta kuniga chorshanba. Hurmatli obunachilar, Chiroqchiga yaxshi qo'ylar tushadi, o'sha uchun o'tgan hafta ham bitta akamizga olib keldik. Endi shu hafta xudo xolasa o'zimga olib keldim 11 dona. Shu haqida sizlarga to'liq ma'lumotni yoritib o'tmoqchiman. Narxlari qanday bo'ldi? Yosh oyliklari qanaqa qilib, qanaqa maqsadda boqib foydalansa yaxshi foyda bo'ladi, nima bo'ladi? Endi hamma o'zini fikri har xil. O'zim fikrimni yoritib o'tmoqchiman, xudo xolasa. Video oldiga yaxshilab o'tirib, xudo xolasa obuna bo'lib, like bosib qo'llab-quvvatlab turamiz. Mana shunday foydali videolarni qo'ldan kelgancha chiqaraveramiz. Endi bizning ko'p boshqa ishlarim ham ko'p, o'sha uchun mol bozorlarga chiqolmay qolyapman. Narx-navolarni ham yoritib o'taveramiz, xudo xolasa mol bozorlarga ham vaqt bo'lganda. Hurmatli obunachilar, xo'p, boshladik bo'lmasa. 11 dona sovliq oldim. Hurmatli obunachilar, hammasini sovliq oldim. Mana, yeb ichishlari juda ham zo'r. Hammasi yeb ichib 1 soatdan beri yeb ichyapti. Mana, hurmatli obunachilar. Yosh oyliklariga keladigan bo'lsa, hurmatli obunachilar, bularni 4 oylikdan 5 oylik, 6 oylikgacha bo'lgan. Balkim 6 oylikdan ham oshgandir, biz ham ustida bo'lmaganmiz. Egalari aytishiga qaraganda, o'zimiz ham jussasiga, gavdasiga qaraganda shunday taxmin qilyapmiz, hurmatli obunachilar. Bu qo'ylardan qanaqa foyda qilmoqchimiz? Xudo xolasa, mana shu sovliqlarga yaxshi bitta birinchi boshiga hisori, bitta yaxshi hisori qo'chqor olib kelamiz. O'sha Chiroqchidan olib kelaman, xudo xolasa ham yaxshi qo'chqorlar tushadi. Narx-navo sal balandroq, to'g'ri. Hozir narx-navo aytsam, sizlar sal baland deysizlar, chunki zoti toza. Toza hisori. Chunki bular otalari, onalarini ham ko'rsangiz, o'sha yerda pashti 85-90% qo'ylar toza qo'ylar, hurmatli obunachilar. O'sha uchun yoqdan olib keldim. Birinchi safarga hisori qo'chqor qo'shib, gavdalarini yaxshi qilib, bularni yaxshi yem berib, xudo xolasa kuzgacha, sentyabr oyigacha qancha kun bor? Iyul, avgust, sentyabr 3 oy. Yo'qdan 10 kun, 3 oy 12 kun bor ekan. 3 oy 12 kunda yaxshi qarab turib, xudo xolasa gavdalarini yaxshi o'stirib, sentyabrda oxiriga qo'shadigan bo'lsak, oktyabr, noyabr, dekabr, yanvar, fevral. Fevraldan o'tib, martda 10lariga xudo xolasa 15larigacha tug'ib bo'lish. Avvalo xudo planimiz. Keyingi ikkinchi safarga endi qo'ziligida birinchi tug'ishda katta qo'chqor qo'shsa, juda ham arashalardan qo'shsak, sal tug'ishga qiynalishi mumkin. Birinchi qorinda qorinlari kengayib, o'sha hisorni ham yaxshisidan qo'shamiz. Qorinlari kengayib, sal nima bo'ladi? Ikkinchi safarga bolani, homilani yaxshi rivojlantirish uchun qorin katta bo'lsa yaxshi bo'ladi. Hurmatli obunachilar, ikkinchi safariga arashan qo'shib, xudo xolasa shu asosda yaxshi zotlarni chiqarishga harakat qilamiz. Shu maqsadda olindi. Xo'p. Bularning narx-navolariga keladigan bo'lsak, hozir orqa tomondan ham to'liq ko'rsatay, hurmatli obunachilar, keyin baho beramiz. Hozir kirib olaman. Sal balanddan olyapman. Xo'p. Hurmatli obunachilar. Hozir nima qilsam qo'yib ketadi. Sal uzoqroqdan olaveramiz mana. Bo'ylari, hurmatli obunachilar, shu necha desam ekan. To'g'ri aytishim kerak-da, chunki shunga o'ylanib qolyapman. Xo'p. 60, mana shu 60-62 kilo chiqsa kerak, mana bu kichinalar. Xullas 60 dan 70-75 gacha bor, men bular 75 ham chiqaman bu. Teshlanamiz. Hurmatli obunachilar, mana. Xo'p, ahamiyat beramiz. Hammasi tikdimmi? Mana shu qo'yimizni oyog'ini bosibdi, menimcha bitta katta qo'chqor ham ortib keluvdi boshqa klientiga. Tirikchilikda endi laboyam ozroq pul bo'lsin deb men ham injiqlik qilmadim.
Mayli, xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi. Mana hurmatli obunachilar. Bularning narx-navlari, hurmatli obunachilar, narx-navlarini plus 2 million 700 ming, 2 million 800 ming, arada 2 million 900 ming ham bo'lgani bo'ldi. O'rtacha 2 million 800 mingdan desak, tiniq chura 2 million 800 mingdan 2 million 850 mingdan kirib keldi. 2 million 850 mingdan xudo xolasa kirib keldi. Sal qimmat. Ko'rganlar sal nima deyish mumkin. Lekin vodiyda ham mana shunday kanalimda qo'ychilar kanalida shunday chiqyapti lekin. Endi o'zimizda odamlarga sal qimmat bo'lishi mumkin, lekin zoti yaxshi xudo xolasa. Bu olib sotishga emas, tirikchilik qilishga xudo xolasa bu yaxshi effekt beradi. Hurmatli obunachilar. Yillar davomida foydalanamiz. Bir marta 100 ming, 200 ming qimmat bo'lsa hech nima qilmaydi. Bizdan ham kimdir foyda qilish kerak. Hurmatli obunachilar, mana shunday. Xudo xolasa. Mana bu yerda ikkita qo'chqorimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Ikkita qo'chqorimiz ham yaxshi qo'chqor, bittasi nasllikka nima qilganman, xudo xolasa niyat. Birinchi safariga yoqdan olib kelaman. Bu hali yosh. 3 oydan keyin qo'shaydigan bo'lsam, 3 oydan keyin buni yoshi xo'p 23-da 6 oylik bo'lsa 9 oylik bo'ladi. Endi tish buzgandan keyin qo'shilish kerak degan nimalar bo'lyapti ko'pincha. Mana hurmatli obunachilar, mana shu 6 oylikka bormagan qo'zi qo'chqorimiz. Sal nimada? Mana. Hurmatli obunachilar. U yonidagi bozordan 2 million 400 mingga 1 oy 10 kun oldin olib qo'shganman. Mana. Buni bo'ylari hurmatli obunachilar 80 edi, bir 4 kun 5 kun oldin o'lchaganimda, endi 80 da xullas o'sib qolmagan, 80 dan 1 santimetr o'sgan bo'lsa. Xo'p. Yoshi 23-da to'liq 6 oylik bo'ladi. 23-da xudo xolasa to'liq 6 oylik bo'ladi. Hurmatli obunachilar, tushlari ham yaxshi, kastaklari ham zo'r. Joy esa hurmatli obunachilar 60 ga borib qoldi. 57, 58 lar shu atrofdaman. Arqalari juda baland. Mana bu ham juda yaxshi o'zgaryapti. Bu yoshroq edi, 2 million 400 mingga olinuvdi. Hurmatli obunachilar, mana bu qo'chqorimiz 9 kilo 100 tug'ilgan. Otasi Arashan, onasi o'zimizni Hisori, chest Hisori emas, o'zimiz Jaydar qo'ylarni, lekin 87-88 lik bo'yi. O'sha atrofdagi qo'y, joy veslari ham 70 dan 80 kilogacha endi boqilganda 100 dan oshib ketadigan qo'y. Xullas irigroq qo'y edi, yaxshi gavdasi. Xudo xolasa mana shuning natijasini kutamiz, qani nima bo'ladi, nima qo'yadi. Mana hurmatli obunachilar. Obuna bo'lib, like bosib qo'llab-quvvatlab turamiz. Xudo xolasa foydali videolarni chiqarishda davom etaveramiz. Faqat obuna bo'lib, like bosib qo'llab-quvvatlab turamiz. Oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, sizga katta rahmat. Mana shunday foydali video xudo xolasa asqotadi degan umiddaman chorvador akalarimizga. Endi bilganimizcha yoritdik, bizlardan ham kuchli nimalar bor, chorvachilar. Bilganimizcha qo'ldan kelgancha yangi boshlaydigan aka-ukalarimizga foydali video bo'ladi degan umiddamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xudo xolasa videolarni kuzatishda davom etavering.